Çapaqolab balam gözünü açamadı deb göldelab operasyonun haceti yok. Abdumjit aka shu yangi tug'ilgan buvoqlarning ko'zini asan chapaqlasayotgan mush chapaqlarni qanday qilib yerlik retsep bilan davolag'ildi mush to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. Buto yangi tug'ilgan buvoqlarda shu ko'zini chapaqolab qilib shu buvoqimizning o'zima ko'zini ocholmaydigan holatda ulab qolgan ahvol ko'p uchraydi. Yangidan ota-ona o'g'ichi bunda ahvoldan ko'rib qo'rqib ketib bolamninki ko'zida zaxmlanish olganmidi yoki bo'lmasa bir yolg'onish ahvoli kelib chiqqanmidi deb ansirab bolani har doktorxonaga olib borib tekshirib ketgan ahvollar ko'p. Amaliyotda ajdodlarimiz buning burunlab bampa deb aytib bo'lgan. Qanda bampa demsa, bunda bampa. Aşa ana etdigan tarafda ig'izga hech nima solmay, ig'izni chayqamay, aşa o'zininki shu cho'lgi orqali tilida aşa balaninki chapaq qo'ygan ko'zini yalabla bersa, birinchidan balaninki chapaqi shu zamonda yaxshi ajaydi. Ikkinchidan ana ig'izni chayqamagan holatdagi cho'lga suyuqlikqa odatda bakteriya o'ldirish, dezinfeksiyalash xususiyati bor. Dal shu ko'zdagi balaninki chapaqlab qolgan ahvollar pak-pakiz yo'qolib ketadi, ikkinchi navbat bo'lmaydi. Onun o doktorxana operasyonu haceti yok. Hem de balının közüde kızdırış, muşunda her xil yallıqlınıq binəsili kölgen bolsa, onu doktorxana operasyonu budur. Çapaq ulap qalğanğa, vay çapaq ulap balam gözünü açamadı deb göldelab operasyonu haceti yok.